Farzandlar siz bilan bizni vujudimizni davomi. Biz o'lib go'rga borib yotganimizdan keyin bolalar bizga savob jo'natadigan solih inson bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Yo padaringga la'nat deb turib bizga la'nat olib beradiganlardan bo'ladimi? Bizga kerak bu narsa. Qaytarib aytamiz. 5 mahal namoz o'qishlik uchun ozgina sabr kerak. Bir oy Ramazon roza tutishlik uchun ozgina sabr kerak. Chunki bir oyda tugatdi. Haj uchun 3 kun amal. 3 kun sabr qilsangiz, ehnomdan chiqasiz, oddiy yuraverasiz. Ammo bola tarbiyasi, birodarlar, juda ham uzoq vaqt talab qiladi. 15 yil, 20 yil ketadi tarbiya qilishlikka bolani. Lekin agar mana shu ishni uddasidan o'tsangiz, bilasizmi, mevasi qanaqa shirin bo'ladi. Bola 15 ga kirdi, 20 ga kirdi, bo'ldi, ishdan qutuldingiz, dunyo ishidan. Otam jannatim eshigi, onam jannatim eshigi bo'ladi, men ehtiyot qilishim kerak. Dada siz ishlamay o'tiring, mana men o'zim topib kelib hamyoda qilaman dedi. Endi bunaqa meva totishlik uchun birodarlar 20 yil mehnat qilishlik kerak, 15 yil. Uzoq sabr kerak bo'ladi bizga. Urushga shoshilmaslik kerak bo'ladi. Bola bu narsa seniki emas, bu ishing shariatga tushmaydi, yaxshi emas deb turib, innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha degan oyatni o'rgatishlik kerak edi. Alloh nima degan edi? Omonatlarni egalariga topshiringlar. Alloh taolo buyuradi sizlarga shu narsani deyishlik kerak edi. Omonatni tushuntirasiz, ado qilishni tushuntirasiz. Wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Bir-biringlarni molilarda o'zaro harom yo'l bilan yemanglar deb o'rgatishlik kerak edi. Harom yo'l bilan yeyishlik qanaqa bo'ladi? Shundan keyin agar o'g'irlik qilsa, unda jazolash mumkin edi. Endi hech narsani o'rgatmasdan turiblar, tozaratib urib qolsangiz.